2026-yilda sizlar kutayotgan eng zo'r animelar chiqadi va biz bugun o'sha animelarning hammasi haqida gaplashamiz. Albatta men ham kutayotgan animelar bor 2026-yilda. Misol uchun omadsizning qayta tug'ilishi, Bleach, 1000 yillik qonli urush va One Piece Elbaf Arc. Biz bugun mana shunday chiqishi kutilayotgan barcha animelar haqida gaplashamiz. Xo'sh, videoni cho'zib o'tirmaymiz, bitta like bosib qo'ying va videoni davom ettiramiz. Bugungi ro'yxatimizning birinchi o'rinda Frieren so'nggi manzilga kuzatuvchi animesining ikkinchi fasli 2026-yilning yanvar oyida chiqishi kutilyapti. Bu faslda qahramonimiz Frieren o'tmish xotiralari va hozirgi dunyo o'rtasida qolib ketadi. U nafaqat juda ham kuchli bo'lgan dushmanlarga qarshi, balki vaqt va yolg'izlik va yana inson umrining qisqaligiga qarshi kurash olib boradi. Elita sinf animesi ham 2026-yilning yanvar oyida chiqishi kutilmoqda. Ayana Koji endi yashirin emas. Endi u butun maktabni boshqarayotgan yovuz kuchlarga qarshi chiqadi. Hozircha anime chiqmagani uchun Ayana Kojiga kim qarshi chiqishini bilmaymiz. Lekin light novel voqealariga tayansak, 4-faslda qarama-qarshi kuch sifatida Honame Ichinosa ko'riladi. To'g'risini aytsam, men bu animeni hali ko'rmaganman, lekin ko'pchilikning aytishi bo'yicha Ayana Koji Kyoto anime olamidagi eng zo'r manipulyatorlardan biri. Yonimdagi farishta meni haddan tashqari erkalatadi animesining ikkinchi fasli ham 2026-yilning yanvar oyida chiqishi kutilmoqda. Bu faslda Amane va Mahiro munosabatlari yashirincha bo'lib qolmaydi. Ular asta-sekin oddiygina qo'shnilar emas, bir-biriga suyanadigan juftlikka aylanib borishadi. Bu animeda faqat sevgi, muhabbat shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Va endi fevral oyini ochib beradigan juda ham ko'p muxlislarga ega bo'lgan Jahannam jannat animesining ikkinchi fasli. Bu faslda Gabimaru va boshqalar insoniylikni yo'q qilgan mavjudotlar va ilohiy darajada bo'lgan dushmanlarga qarshi kurashishadi. Va bu yerdagi asosiy dushman abadiy hayot va o'lim o'rtasidagi chegarani buzgan kuch bo'ladi. Bu anime juda ham qonli sahnalarga boy bo'lgan animedir. Dorohedero ikkinchi fasl. Bu animeni men to'g'risi ko'rmaganman va unchalik mashhur bo'lmasa ham kerak. Lekin bu animening ikkinchi fasli 2026-yil fevral oyida chiqishi aniq. Bu faslda bizga Kaimanning asl tarixi va kimligi ochiq ko'rsatilib beriladi. Sehrgarlar va Xoli o'rtasidagi janglar tobora kuchayib boradi va Nikadionning vaqt sehriga oid sirlari fosh bo'ladi va endi iblislarni faol sahnalarga qo'shishadi. Dr. Stone ilmiy kelajak animesining 4-faslining 3-qismi yopiladi. Bu qismda Dr. Stone animesi tugashga yaqinlashib qoladi. Senku va uning jamoasi butun dunyoni toshga aylantirgan sirli odamni topishga yaqinlashib qolishadi. Oy bilan bog'liq bo'lgan katta reja, ilm-fan orqali hal qilinadigan hal qiluvchi qarorlar va insoniyat taqdirini belgilovchi qarama-qarshiliklar bu faslda bo'lib o'tadi. Bu faslda ozmoz qurolli to'qnashuvlar bo'lib qoladi, lekin bu juda ham ko'p emas. Ham faslning asosiy yovuzi bu sirli odam, ya'ni hammani toshga aylantirgan odam bo'ladi va u odam emas, to'g'risini aytsam. Sizlarga spoiler qilaman, u sun'iy intellekt bo'lib chiqadi. Oltin Kamui oxirgi ark. Bu anime ham 2026-yil aprel oyida chiqishi kutilmoqda. Asirpa va Sugimoto oltin uchun bo'lgan qonli poygani tugatishadi. Bu finalda dushman nafaqat odamlar va ochko'zlik va urushning o'zidir. One Piece Elbaf Arc 2026-yil aprel oyida chiqishi kutilmoqda. So'mo ishlepalar bu arkda Elbaf oroliga borishadi. Haqiqiy jang yurti. Usob markazda rol o'ynaydi, chunki bu yerga kelish Usobning eng katta orzularidan biri va bu yerda Shanks ham eng katta rollardan birini o'ynaydi. Chunki Shanks bu yer bilan chambarchas bog'liq bo'lgan personajlardan biri. Jodugarlar jangi 3-fasl. Bu faslda qahramonlarimiz insoniyatni bemalol qurbon qilib yuborishga tayyor bo'lgan sehrgarlik tizimiga qarshi chiqishadi va bu faslda ko'proq la'natlar bilan odamlar emas,
Bu anime ham o'zi 2026-yilda kutilayotgan eng zo'r animelardan biri. Olovli o't o'chiruvchilar brigadasi 3-fasl. Bu faslda Shinra Kusakabe kuchining asl kelib chiqishini bilib oladi va eng kuchli Shinra darajasiga yaqinlashadi. Evangelist va o'q-libosli guruhning asl niyati oshkor bo'ladi, ya'ni dunyoni ikkinchi falokatga olib kelish. 8-otryad barcha olovli kuchlar bo'linmalari bilan jangga kiradi. Adolla dunyosi va haqiqiy dunyo o'rtasidagi bog'liqlik siri ochiladi. Ko'plab qahramonlarning o'tmishi, sirlari va qurbonliklari oshkor etiladi. Xullas, bu fasl eng qiziqarli fasllardan biri bo'ladi. Omadsizning qayta tug'ilishi 3-fasl. Bu faslda Rodius Grerat hayotdagi eng xavfli qarorlar oldida qolib ketadi. Kuch, oilani himoya qilish va taqdir o'rtasidagi tanlovlar. Bu faslda insoniy urushlar va yashirin fitnalar, keyin ilohiy aralashuvlar sababli o'ta mashhur bo'ladi. Qahramonlarning munosabatlari sinovdan o'tadi. Ishonch va xiyonat mavzusi o'ta katta rol o'ynaydi. Bosh rollarda Rodius Grerat va uning 3 ta xotini. Bu fasl yovuzlari Astrid, Hitagami va boshqa insoniy tashkilotlar bo'ladi. Tanyaning yovuzlik qissasi 2-fasl. Urush endi faqatgina bitta front bilan cheklanmaydi. Endi barcha davlatlar imperiyaga qarshi birlashishadi. Tanya va uning elita bo'linmasi yanada xavfliroq janglarga tashlanadi. Harbiy strategiya, siyosiy o'yinlar va xavfli qarorlar ko'payadi. Tanya mabut bilan o'yinni davom ettiradi. Bu safar bosim yanada kuchli. Tanya ichki tarafdan ham o'zgaradi. U nafaqat askar va urush mashinasi ramzi sifatida qolib ketadi. Re:Zero o'zga dunyoda hayotni noldan boshlash animesining 4-fasli. Voqealar rivoji Valakiya imperiyasida davom etadi. Natsuki Subaru Emilia jamoasidan ajralib qoladi. Hatto bolaga ham aylanib qoladi. Bu safar sehrdan ko'ra urush, siyosat va shafqatsiz qarorlar juda ham ko'p bo'ladi. Endi Subaru o'limdan qayta tirilish orqali emas, aql va strategiya orqali tirik qoladi. Va bu fasl eng qorong'u fasllardan biri bo'ladi. Dorishunos qiz kundaliklari 3-fasl. Bu faslda Mao saroydagi yanada murakkab va xavfli fitnalarni oshkor etadi. Zaharlar, yashirin kasalliklar va siyosiy o'yinlar yanada ko'payadi. Jojoning g'aroyib sarguzashtlari animesining Po'lat shar yugurishi nomli qismi ham 2026-yil chiqishi kutilmoqda. Bu anime Jojo tarixidagi 7-qism bo'lib, voqealar rivoji mutlaqo boshqa olamda bo'lib o'tadi. Bu qismda ot poygasi, sirlar va janglar juda ham ko'p bo'ladi. Voqealar 1890-yillar Amerikasida Po'lat shar yugurish nomli poyga atrofida aylanadi. Poyganing masofasi Santiagodan to Nyu-Yorkgacha. Mukofot esa juda ham katta. Bosh qahramonimiz Johnny Joster beldan past qismi ishlamasa ham poygada qatnashishni xohlaydi. U yo'lda sirli va kuchli jangchi Gyoro Zeppeli bilan ittifoq tuzadi. Bu qism Jojo qismlarining eng zo'ri bo'ladi deb kutilyapti. Trigun yulduzlarga boqish animesi ham 2026-yil chiqishi kutilmoqda. Bu qism Trigun Stampede voqealarining davomi bo'ladi. Vash The Stampede endi shunchaki qochib yurmaydi. U o'z taqdiri va kuchlari bilan to'qnash keladi. Insoniyat va o'tlar o'rtasidagi mojarolar keskinlashadi va pichoqlar bilan qarama-qarshilikning eng hal qiluvchi bosqichi yetib keladi. Bu qismda ko'proq drama, kattaroq janglar, psixologik bosim juda ham katta va vizual tomondan juda ham kinematografik qilib olingan. Va yana ko'plar kutgan Bleach 1000 yillik qonli urush falokat animesining davomi ham chiqariladi 2026-yilda. Bu ark Bleach 1000 yillik qonli urush animesining so'nggi arklaridan biri bo'ladi va bu arkda Ichigo Kurosaki o'zining bor kuchini oshkor etadi. Ruhlar olamidagi eng katta falokatlar yuz beradi va Quincy'lar bilan janglar oxirlashib qoladi. Bosh qahramonimiz Ichigo Kurosaki va bosh yovuz esa Yahve bo'ladi. Yahve yengib bo'lmas darajada kuchli bo'lib ketadi, ammo qahramonlarimiz Ichigo Kurosaki, Uryu Ishida va shunga o'xshash qahramonlar uni yengishadi. Bu arkda barcha kutgan Ichigoning hollow ko'rinishi ham ko'rsatiladi. Iblislar qotili cheksiz qala 2-qism ham 2026-yil chiqishi kutilmoqda. Bu qism hal qiluvchi janglarga juda ham boy bo'ladi. Ya'ni birinchi Oliy Oy Kukushiboga qarshi boshqa ustunlar.
Bosh qahramonimiz Kamado Tanjiro Kibutsuji Muzani o'ldirishga bir qadam yaqinlashadi bu qismda. Ko'plar bilsa kerak, Iblislar qotili cheksiz qal'a birinchi qism anime olamidagi eng kassabob anime filmlardan biri deb topildi va ko'plab kinolardan ham ko'ra ko'proq kassa yig'ib qo'ydi va menimcha anime olamini tanitishga yana bir sababchi bo'lgan animelardan biri. Va bu animeni ko'rishni tavsiya qilaman. Bu animening muxlislari ham juda ham ko'p va menga ham yoqadi. Mening yillik sifatida qayta tug'ilishim animesini ham 4-fasli 2026-yilda chiqishi kutilmoqda. Bu faslda barcha e'tibor jangdan ko'ra ko'proq siyosiy muammolar va davlatni yaxshilashga qaratiladi. Rimuru Tempest endi shunchaki kuchli mavjudot emas, iblis lordi va davlat boshqaruvchisi sifatida harakat qiladi. Tempest endi kengayadi va ittifoqchilar ko'payadi va boshqa demon lordlar va davlatlar o'rtasidagi keskin muzokaralar boshlanadi. Va bu anime ham men kutayotgan animelardan biri. Va yana bir isekai janridagi eng zo'r animelardan biri. Mening o'zga dunyodagi fermerlik hayotim animesi ham 2026-yilda chiqishi kutilmoqda. Endi esa hali chiqish sanasi aniq bo'lmagan va 2026-yilda chiqishi kutilayotgan animelarni sizlarga qisqacha qilib aytib o'tib ketaman. Oshinoko 3-fasl. Zindonda ovqat 2-fasl. Dandadan 3-fasl. Kitobsevarning yuksalishi 4-fasl. Iblislar maktabiga xush kelibsiz. Iruma-kun animesining 4-fasli. Ma'lum bir ilmiy railgun animesining 4-fasli. Qalqon qahramoni 5-fasl. Darvoza 2-fasl. Baki jangchi yo'li qilich sifatida qayta tug'ilganim haqida animesining 2-fasli. Xo'sh, siz bu animelarning qaysilarini kutyapsiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib qo'ying.